yo'qchilik qursin aka, yo'qchilik. Aka o'zi doktor edim. Bittasiga neto'y qilib qo'yuvdi, shunga ishdan haydashuvdi. Do'konlarda ish yo'qmi sotuvchilikka? Oilamni boqishim kerak aka. Ish bor aka, unaqa nervni tashlamang, lekin siz kasbingizga to'g'ri kelmaydi-da u. Ya o'rganaman akajon. Bo'pti aka, bo'lmasa 3 kun sinov muddatida ishlaysiz, keyin gaplashamiz. Rahmat aka, yaxshiligingizni unutmayman. Akajon keling, nima olyapsiz? Chesnok olyaptim. Akajon, bu chesnoklar eskida. Agar xohlasangiz borki, men sizga mana shu chesnokni o'rnini bosadigan vitaminlar yozib beraman. O'zim ham vrachman-da, taqdir taqozoz bilan bu yoqqa kelib qolgandim. Davay yozing aka. Faqat aka Kuala-Lumpurnikini oling, ularniki yaxshi-da. Bo'ldi, mana shu atrofda apteka bormi? Bor, o'ng tomonda bor aka. Ha, bo'ldi, aka rahmat. Mayli akajon. Xo'p, rahmat aka. Akajon, nima olyapsiz? Nima olayapman? Voy, biz o'zbeklar rosa ko'p non yeymiz-da. Buni tarkibi shunday xalasttiringda bu. Agar xohlasangiz nonni o'rnini bosadigan sirop yozib beraman. Men o'zi vrachman-da, taqdir taqozosi bilan bu yoqqa kelib qolganman. Non o'rnini bosadimi? Ha, bor. To'q tutadi, Ha, faqat borki, mana Vyetnamnikini oling. Bular yaxshi-da, boshqanikini olmang. ha? Yo'q, qayerda bu? Mana shu o'ng tomonlarda apteka bor. Ha, yo'q. Bo'ldi, rahmat. Gazak oldingizmi? Ha. Gap yo'q, zo'r semichkada. Hozir bular mana bunaqangi keshu, yer yong'oq, pista, bodomlar ham ishlab chiqarishyapti. Men o'zi vrachman-da, bu yigitlarning bitta tomonini hurmat qildim. Qarang. Siz xarid qilgan mahsulotning 1% saraton bilan kasallangan bolalarga ajratiladi deyishyapti. Qarang. Ha, bilaman o'zi. Ha, bilasizmi? Ha? Ha, mayli, oshpis. Akajon qarang, mana dorini ertalab ichasiz, mana probiotikni kechqurun ichasiz bo'ldi. Aniq tuxumni o'rnini bosadimmi? Ha, bosadi. Tuxum tarkibida sarig'i bor buning ichida. Rahmat. Mayli, o'ng tomonda apteka. Xo'p aka. Qanday bo'lyapti savdo? Savdo sajidalikim bor-ku, klient arimayapti. Vitamin, shvetsarskiy hammasi. Ko'rdingmi? Yana blogerlarni chaqirib reklama qilaylik deysan. Mana marketing qanday bo'lishi kerak. O'ng tomondagi apteka. O'ng tomondagi apteka.